Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali obunachilari. Mishka turka jarayonlarimizni tugatdik. Nasib bo'lsa, burjalar 90 gradusga chiqqan. Atkosimiz tepa qismi qoldi, chala. Uni urib to'g'rilaymiz nasib bo'lsa. Hozir mana shu sigirlarimizni ham qo'ldan kelgancha qilib chiqardik. Xudo xolasa. Şu yerda tepasi ozroq chala qoldi, buni ham uni uramiz. Atkoslarimizni ham chiroyli qilib chiqardik. İnşallah mana nolga olib burjalarni ham. Xonamiz ichi qorong'iligi uchun yaxshi chiqmayapti videomiz. Bu xonalarni ham ko'rsatib o'tgan edik avval ham. Yana bir video qilib ko'rsatamiz sizlarga azizlar. Burjalarimiz. Bu xonamizda ishlari mana. Türkiye jarayonlarimiz. Atkoslarimiz mana. Hammasini batafsil tushirib video qilgan edik azizlar. Bugungi yakuniy qism hamma xonalarimizni qilib topshiramiz. Nasib 3 ta xonamiz.